Kecha yog'larimiz tashqari qo'yib ketganlarimiz. Bizning bir eksperiment qilib ko'ramiz. 0.20 xona gradus'i, bu 0.20 ga -5 gradus, bu 10 ga 40 sintetikalik. Pol sintetika emas, sintetikasi. Sintetika bilasiz, suyuqroq bo'ladi. Bismillah. Ko'ryapsizlar? 10 ga 40. Hatto sintetikasidan ancha quyuqlashib qoldi. 0.20 bilan 10 ga 40 bir ko'raylik. Bismillah. 1 2 3. 0.20 shu bo'ldi. 10 ga 40 esa tushish jarayonida. Hammasi o'z ko'zlardan ko'ryapsizlar. O'zi 5 ga 30 ko'rishimiz kerak edi, ertaga nasib bo'lsa shuna qilamiz. Plus gradusdagi korobka yo'q, avtomat korobka yo'g'i, bu minus. Tashqari qoldirdim. Ikkita farqini ko'ramiz. Bismillah. 1 2 3. 3 bo'ldi. Asta-asta tushyapti. Mana ko'rdingizlar. 5 ga 30 ko'ramiz. Idishni olib soldim hozir. 0.20 bilan 5 ga 30 solib ko'ramiz. Bismillah. 5 ga 30 ham bu full sintetik lekin 5 ga 30 ham. 0.20 ko'rdingizlar, ancha effektni yo'q ekan. Bu eksperimentimiz nima deysizlar, yoqdimi sizlarga? Bir sinab ko'ray dedim. Sovuq o'zi bizlarda -8 lik kamdek hamorat. Men lekin qishda bir kuni qish degan uchun ko'rdim. Kelaversa ishxonamiz ochiq.